Tadbirkordan 300 ming dollar miqdorida kredit qarzdorligini undirish va undiruvni garovdagi mulklarga qaratish haqidagi sud protsessi ketayotgan edi. Tadbirkor bizga, advokat Shamsiddinovga vaqtida murojaat etdi. Demak, sud muzokaraga o'tgan kuni biz sudga iltimosnoma kiritib, garovdagi mulklarni qayta baholash bo'yicha ariza bilan murojaat etdik. Ya'ni iltimosnoma bilan. Demak, sudning ajrimi bilan ushbu iqtisodiy ish to'xtatildi va garovdagi mulklar qayta baholandi. Va natijada 10 milliardga yaqin summaga baholandi. Lekin kredit summasidan ushbu summaning demak hajmi, ya'ni ko'proq, 3 barobar ko'proq garov qiymati, shu sababli bank biz bilan mediativ kelishuv tuzishga rozi bo'ldi va yakunida biz mediativ kelishuv tuzdik. Mediativ kelishuv yakunlariga ko'ra barcha muddat o'tgan qarzdorliklarni tadbirkor qoplab berdi. Bank ham, tadbirkor ham davlat boji to'lamaydi. Endilikda o'zaro kelishuv asosida grafik bo'yicha davom ettiradi. Bu masalalarda yuridik yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat eting.